Rasululloh aytadilar, tikka turib uchmaylar deydi. Kim esdan chiqarib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin. Tikka turib uchmaylar. Kim esdan chiqarib tikka turib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin. Mashaqqat bu qayt qilib chiqarish. Ammo tikka turib ichishlikda mashaqqati keyin qayt qilib chiqarishdan ko'ra yomonroq bo'ladi. O'tirib ichaylik. O'tirib ichaylik. Suv ichishlik odoblari. Bismillah va alhamdulillahni aytishlik avvalo va oxirida va 3 bo'lib ichishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar Imom Termiziyda la tashrabu wahidan kashurbil ba'ir. Tuyaga o'xshab bir ko'tarib ichmaylar. Tuya ko'rgansizlar, tumshug'ini suvga shunday tiqadida, qorni ishib to'yguncha tumshug'ini uzmasdan ichadi. Bir nafas bilan. Nafas olib turib, tumshug'ini suvdan ko'tarmay ichadi. Payg'ambarimiz bir ko'tarib ichmaylar dedi. Balki 2 ga 3 ga bo'lib ichinglar. Tuyaga o'xshab ichimlikni bir ichishda, bir ko'tarishda ichmanglar. Balki uni 2 va 3 ga bo'lib ichinglar. Agar ichsanglar bismillah deinglar, ko'tarsanglar, tugatsanglar alhamdulillah deinglar.